Uchebniy poligondagi sirlar haqida bilarmidinglar? Unday bo'lsa, bugun sizlar bilan Uchebniy poligondagi sirlar haqida gaplashamiz. Shartda bagiga o'tirib shu uylarning oldiga kelasizlar. Xuddi shu men kelgan uyda oldiga kelib bitta sakrab tomga chiqib olasizlar. Ana undan keyin mo'jizaning guvohi bo'lasizlar. Faqat shumi Tojiddinov desanglar, yo'q. Narigi tarafda ham yana bitta mo'jizaning guvohi bo'lasizlar. Shunaqa bitta sakrab tushib, bagida minib yo'lga otlanasizlar. Yo'l yurasiz, mo'l yurasiz, yo'l yursiz ham mo'l yurasiz. Manzilingizga yetay deganingizda xursand bo'lasiz-ku, lekin danatirmasligiga sizga tushib qilib yana xafa bo'lib qolasizda. Mana oxiri manzilimizga yetib kelib, shu tog' va toshlarning tepasiga chiqsanglar, o'zinglar guvoh bo'lib turibsizlarki, yana bitta shunaqa o'tli kiyim bor. Shu Uchebniy poligonda men bilmagan sirlar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar.